qismini rezinkaga olamiz. Cho'lka qismini olib qo'yamiz. Yig'ib olganimizdan keyin birinchi cho'lka qismini fason qilib, anaqa chiroyli qilib yig'ib olib, keyin yig'ib olgan sochimizni 5 bo'lakka bo'lamiz. 5 bo'lakni nevzinka yordamida qotirib chiqamiz. Keyin 5 bo'lakdan bir bo'lagini, eng tepa qismidagi bo'lagini ko'proq olamiz. Qolgan qismini nachos qilib, anaqa valik qilib, sochimizni qotirib olamiz. Kichkina, skronik holatda, bosh katta bo'lib ketmasligini hisobga olgan holatda. Keyin birinchi olgan sochimizni bir qismini, ozgina qismini tekis qilib yotqizib olamiz. Qolgan sochni уже terishni boshlaymiz 8 holatda. 8 holatda emas, 3 holat yo 4 holatda terib olamiz. 8 liniyani olib kelish uchun. 8 liniyani olib kelish uchun avval birinchi o'rinda yarim